Assalomu alaykum aka-akalar, chorvadorlar. Kanalimiz a'zolari. Mana bizda drabilkalarimiz bitish jarayonida. Xudo xohlasa hammasi universal drabilka bo'lib tayyor bo'lyapti. Buni pichoqlari Mahavik segment malatko'ylar bilan qo'yilgan. Zavodskiy Mahavik setkalari 5 xil. 5 xil setka qo'shib beramiz. Bir 3 ta o'tga, 2 ta donga. Bunisi kepak qilib beradi, bunisi yorma qilib beradi. Bu 2lik setka, bu 5lik setka. Hammasi kurchokli bo'lib bityapti. Ba'da kraska sepish jarayoni. Xudo xohlasa o't tanlamaydi. Makka, bug'doy, arpa, don mahsulotlarini ham chiqaradi, un qilib beradi, yorma qilib beradi. Dastlabkilarimiz butun O'zbekiston bo'ylab dastlabki qilib beriladi. Buni motori 6,5 kilovatlik, 3,5 ming оборот. Keyin avtomatlari qo'yilgan, avtomatlari nagruzka kelganda, drabilga tiqilib qolganda tashlaydi. Ba'da datchiklari necha volt tok borligini ko'rsatib turadigan datchigi avtomatimiz. Mana holatda bo'lyapti. Setkalarni qo'yish ham juda oson. Mana kurchok bilan almashadi setkasi. Setka tushadigan joylari mana bu. Bu pichog'imiz Mahavik, shu zavodskiy Mahavik qilingan. Malatko'ylarimiz 8 ta malatko'y, 14 ta tish segment pichog'imiz bilan yozlangan. Bu pichog'imiz kuydirilgan kalyonli segment bo'ladi. Setkasini qo'yib bo'lgandan keyin mana shu holatda bekitib qo'yiladi, bo'ldi. Xudo xolasa balansировкалari yaxshi, zo'r, chotga chiqqan, bir tekisda bexijolat xizmat qiladi. Ertaga yana bular bitgandan keyin to'liq videosini yana joylab yuboramiz. Kanalimizda yana boshqa chiqarilgan, o't chiqarilgan, don chiqarilgan videolari ham bor, o'tib ko'rishlar mumkin. Mana bu bittasi ham tayyor bo'ldi, tagligi. Keyin manilari ham boshqalarga o'xshab tekis turbani o'zi bilasiz. Chekkalariga turba qo'yilgan. Odam kelib turib, hali tegimni o'tib ketsam qo'l shilib yormaydi, kesib yormaydi, ham baquvvat. Mana shu holatda ishlangan, keyin g'ildirakli. Videolarimizda keyin o'zimiz xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. YouTube tarmog'ida mana bunisi ham kraskaga ketyapti. Manzilimiz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Dehqonobod qishlog'i. Shu katta yo'lning bo'yida. Aloqaga mana shu nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Narx-navolari 2,8 million so'm alyuminat motka, 3,1 million so'm nisat motka. 300 ming so'm farq qiladi ikkalasining o'rtasida.